Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar. Yana ekran orqali sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun bayram azizlar. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil topganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Fursatdan foydalanib ushbu soha vakillarini, faxriylarimizni, ustozlarni va albatta harbiy xizmatchilarimizni chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Ularning oilalariga tinchlik, xotirjamlik, o'zlariga mustahkam salomatlik tilaymiz. Alohida ta'kidlash o'rinliki, so'nggi yillarda muhtaram yurtboshimiz tomonidan amalga oshirilayotgan harbiy islohotlar natijasida mamlakatimiz tinchligi, barqarorligi va sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlash yo'lida zamonaviy, eng yangi qurol-yarog'lar va texnikalar bilan ta'minlangan mutlaqo yangi milliy armiyamiz vujudga keldi. Zero milliy armiya ona yurt qalqoni, tinchligimiz posbonidir. Bugun bayram ko'rsatuvimizda ushbu sohadan baxt topgan faxriylarimiz, harbiy xizmatchilarimiz ishtirok etishmoqda. Ular bilan dildan diydorlashamiz, bayram bilan samimiy qutlaymiz. Eslatib o'taman, bugungi bayram ko'rsatuvimizni poytaxtimizning Chilonzor tumanida joylashgan Zamin restorandan olib boryapmiz. Yana bir bora bayramingiz muborak bo'lsin, aziz vatan himoyachilari. O'zbekiston mard o'g'lonlari, bahodirlar pahlavonlari, O'zbekiston mard o'g'lonlari, bahodirlar pahlavonlari, tinchligimiz uchun posbonlari, bayramingiz bo'lsin muborak, bayramingiz bo'lsin muborak, bayramingiz bo'lsin muborak. Bayramingiz bo'lsin muborak. Hayda bo'lmang yer-u osmonda, tog'-u dala, cho'l biyobonda. Hayda bo'lmang yer-u osmonda, tog'-u dala, cho'l biyobonda. Bu muqaddas ona makonda bayramingiz bo'lsin muborak, bayramingiz bo'lsin muborak, bayramingiz bo'lsin muborak, bayramingiz bo'lsin muborak. Makonda bayramingiz bo'lsin muborak, 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 bayramingiz bo'lsin muborak. Hurmatli yurtdoshlar, men hozir faxrda, sharafdaman. Sababi butun hayotini mana shu yurt tinchligi, osoyishtalik yo'lida safarbar etgan, bag'ishlagan, harbiy sohada katta maktab yarata olgan, yuzlab, minglab shogirdlarni ardog'ida yurgan e'zozdagi faxriylar davrasidaman. Avvalambor xush kelibsizlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Biz sizlar bilan faxrlanamiz. Ilohim baxtimizga doim bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Gulmurod aka, bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Anvarjon, bugun juda yaxshi tadbir tashkillashtiribsiz. Bugun qarang, yurtimiz tinch. Bunaqa osoyishta davlat hech qayerda yo'q. 40 yil atrofida xizmat qilgan bo'lsam, shundan 14 ta davlatni ko'rdim. Shundan O'zbekistonda tinch davlat biron joyda ko'rmadim. Oliy bosh qo'mondonning
qanchalik qarang faxriylarga, yoshlarga, ayniqsa qurolli kuchlarimizga e'tibori. Men urush ko'rgan inson. Juda ko'p urushni ko'rdim, juda ko'p o'limni ko'rdim. O'zbekiston tinch. Mana yaqingina ochildi, faxriylarni qo'llab-quvvatlash markazi ochildi. Bunaqa markaz dunyoning bironta tochkasida yo'q. Prezidentimizga rahmat. Mana maktablarga boryapmiz. 300-maktabga bordim. 1-sinf qiz bolasi so'rayapti. Qiz bola ham xizmat qilsa bo'ladimi deb. 1-sinf o'g'il bolasi so'rayapti. Polkovnik bo'lish uchun nima qilish kerak deydi. Men o'zidan so'radim, nima qilish kerak? Yaxshi o'qish kerak deyapti. Qarang, yosh bola 1-sinf bilyapti. Yaxshi o'qisa, vatanni sevadi, ota-onasini, vatanni xizmat qiladi. Vatan bu nima? Vatan ona yurt. Shu fursatdan foydalanib, butun vatandoshlarimizni bu bayram hammamizniki. Qurolli kuchlarimizning tashkil topganiga 34 yiligi bilan hamda vatan himoyachi kunlari bilan hammalarni tabriklayman. Bunaqa yurtda yana 100 yil yashang deyman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bunaqa bayramlarni ko'pini ko'raylik. Katta rahmat. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Sog' bo'ling iloyim. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun chiroyli bir davrada o'tiribmiz. Hammalarni bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Zamonimizda tinchligini qarang, ko'z tegmasin. Biz qanaqa joylarda bo'lib keldik? 1545 da jangovar harakatda qatnashgan yigitlarimiz qolib ketdi. Yosh yigitlar, hammamiz mana institutlar bormi, harbiy nimalar bormi, chashlar bormi, borib biz o'zimiz boshimizda o'tgan voqealarni gapirib beramiz. Yoshlarda vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda o'zimizni ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shib kelyapmiz. Bundan xursandmiz. Sabr qilishni bularga o'rgatishimiz kerak. Biz hozir shunaqa ishlar bilan bandmiz. Bolalarni tarbiyalash bilan bandmiz hozir. Katta rahmat. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Bu kunlarni shukronasini qilishimiz kerak. Ayniqsa biz yoshlar, bu kunlar o'z-o'zidan qo'lga kiritilgani yo'q. Mana shunday saodatli kunlarga yetishni o'zi baxt. Biz esa buni qadrlashimiz, yana ham asramog'imiz, tinchligimizni saqlamog'imiz kerak. Marhamat. Vatan himoyachilari kuni bilan O'zbekiston qurolli kuchlari barcha ofitserlar nomidan, quroldoshlarim, safdoshlarim, shogirdlarim nomidan barcha xalqimizni, vatan himoyachilarini tabriklayman. Bundan tashqari bu mustaqillikka erishish yillarimizda ko'plab safdoshlarim, quroldoshlarim jonini berishgan vatan uchun. Biz vatan himoyachilari, barcha ofitserlar Oliy bosh qo'mondonimizga sodiqlik bildirib, qasamyod berganmiz va qasamiyotimizga umrbod sodiq qolgan ofitserlarimiz yoshlarga ham munosib bo'lishlarini, safdoshlaridan, ustozlaridan, qo'mondonlardan o'rnak olishlarini tilab qolaman. Shuningdek, oila a'zolari faxrlanishsa arziydi. Har bir vatan himoyachini tarbiya qilgan ota va ona farzandi uchun faxrlansa arziydi. Rahmat e'tibor uchun. Katta rahmat. Hamisha sog' bo'linglar. Avvalo oilangiz baxtiga, xalqimizni baxtiga, yurtimizni baxtiga doim bor bo'linglar aziz ustozlar. Keyingi bayramlarda ham mana shunday diydor ko'rish saodati barchamizga nasib ro'z aylasin. Bayram ko'rsatuvimiz davom etadi azizlar. Assalomu alaykum aziz vatan yurt posbonlari, barchangizni 14-yanvar vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hozir ijro etadigan qo'shig'im maxsus askarli yigitlarimiz uchun havola etamiz. Mard yigit el yurtiga posbon bo'lur, qalqon bo'lur. Shiddatu shahdi ulug'vor dovrig'i doston bo'lur. Shu sabab tuprog'i gulgun gulshan bo'lur, bog' bo'lur. Mamlakat tinch farovon o'g'lonlari bedor uchun. Jonni sadqa qilsang arzir, sizda yigitlar bor uchun. Jonni sadqa qilsang arzir, sizda yigitlar bor uchun. Cesaret ramzidir siz matonat tog'lari. Otalarning faxridir siz onalar aradoqlari. Sizni kutgay do'st yorlar, ham visol gul bog'lari. Burch o'talsa muntazirmiz gulsharin diydor uchun. Jonni sadqa qilsang arzir,
yarsir sizda yigitlar bor uchun jonni sadqa qilsang yarsir sizda yigitlar bor uchun bir go'zal ne'matga tinchlik baxt uchun mezon demak to'y demak bayram demak nash'u namo davron demak dilbandlaringning tog'li gulxuncha xandon demak siz kamar basta fidoi gul uchun gulzor uchun uzr kelay jonni sadqa qilsang arzir sizda yigitlar bor uchun jonni sadqa qilsang arzir sizda yigitlar bor uchun Azizlar, bayram ko'rsatuvimiz davom etadi. Mana hozirgina eng go'zal niyatlar, chiroyli qo'shiqlar ila xalqimizning sevimli ijodkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduzxonim Abdullayeva tashrif buyurdilar. Yulduzxon opa, xush kelibsiz. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Bunday deyishimga sabab Yulduz opam juda ko'p yillar harbiy sohada, ya'ni ansamblda faoliyat olib borganlar. Demak, harbiylarimiz hayoti ularga begona emas. Mana shu harbiylar bilan bitta safda turib xizmat qilgan ijodkorlardan. Xush kelibsiz, bayram muborak bo'lsin yana bir bora. Rahmat Anvarjon, avvalambor taklif uchun rahmat. Men albatta bir necha yillar o'sha harbiy xizmatni o'taganman chegara qo'shinlarida. Albatta bugun imkoniyatdan foydalanib barcha safdoshlarimni, barcha bizning harbiylarimizni, faxriylarimizni bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sog'-omon bo'lishsin, tanijonlari sog' bo'lsin azizlar. Siz ham sog' bo'ling, Yulduz opam. Ijodingizga omad, muvaffaqiyat, farzandlar baxtiga va albatta san'atsevar muxlislar baxtiga doim bor bo'ling deymiz. Endi bu bayram qo'shiqlaringiz juda ham ko'p, hammasi sevimli. Ular orasida ayniqsa vatan himoyachilari, yurt posbonlari kutadigan qo'shiq bor. Leytenant, shuni ijro etib berasiz. Albatta ijro etib beramiz. Demak, bayram ko'rsatuvimizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduzxonim Abdullayeva kuylaydilar. Marhamat. O'tmasangiz ko'cham sizni so'roqlar o'tsangiz dil quyosh misol charaqlar boqmasangiz zorman agar boqsangiz shod ko'zlarim tugmangizdek yaraqlar bir qarab o'ting bizga leytenant zoru intizor qizga leytenant buncha yaqinsiz ko'zga leytenant menga ne kerak o'zga leytenant menga ne kerak o'zga leytenant uyqum buzar nag'alingiz tovushi bir kuyganning qiyin ekan sovushi baxtsizman goh bastingizdan noumid baxtliman goh tushlarimda qovushib bir qarab o'ting bizga leytenant zoru intizor qizga leytenant buncha yaqinsiz ko'zga leytenant menga ne kerak o'zga leytenant menga ne kerak o'zga leytenant xaloskorsiz ofat kelsa bog'imga
bizga leytenant. Ona yurtimiz har doim o'zining mard va jasur o'g'lonlari bilan faxrlanib kelgan. O'g'lonlarimiz esa hamisha mana shu el yurt tinchligi, osoyishtaligini muqaddas deb bilib, o'zlariga eng oliy burch deya mana shu tinchlikni, osoyishtalikni saqlab kelishmoqda. Men hozir xuddi mana shunday harbiy xizmatchilar, mard va jasur o'g'lonlar davrasidaman. Ular Mudofaa vazirligiga qarashli havo desant qo'shinlari harbiy xizmatchilaridir. Yigitlar, avvalambor xush kelibsizlar. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Rahmat aka, sizga ham bayram muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tashkil topganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan ustozlarimni, safdoshlarimni va butun o'zbek xalqini tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, tinchligimizga ko'z tegmasin. Yashang. Kasbingiz bilan faxrlanasizmi? Albatta, kasbim bilan faxrlanaman. Yurtboshimiz tomonidan bizga katta e'tibor berilmoqda. Safdoshlarim bilan el-yurt tinchligi uchun charchamasdan, tolmasdan xizmat olib bormoqdamiz. Bu yo'lda xalqimizning mehri va ishonchi bizga juda katta kuch beradi. Yashang. Mana shu qalbingizdagi faxr iftixorga, vatanga, xalqimizga bo'lgan sadoqat va mehrga hech qachon ko'z tegmasin do'stim. Hozir mana harbiy sohada nihoyatda katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Harbiy xizmatchilardan esa faqat sadoqat bilan ishlash qoldi xolos. To'g'rimi do'stim? Albatta, bizda harbiy qismda ham yaxshi shart-sharoitlar yaratib berilmoqda harbiy xizmatchilarimiz uchun. Men o'zim sport bilan shug'ullanaman. Harbiy qismimizda sportchilarga yaxshi shart-sharoitlar yaratib berilgan. Men bundan faxrlanaman. Sportni qaysi yo'nalishi bilan shug'ullanasiz? Sportning yengil atletika yo'nalishi bilan shug'ullanaman. Vazirlik miqyosida o'tkazilgan umumlarmiy o'yinlarida, men g'olib musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallab kelganman. Shu fursatdan foydalanib ustozlarimga katta minnatdorchilik bildiraman. Necha yildan beri harbiy xizmatdasiz hozir? Harbiy xizmatda 9 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Hech mana shu sohani tanlaganingizga afsuslangan kunlaringiz bo'lganmi? Yo'q, bu sohani tanlaganimdan faxrlanaman. Chunki bu sohani egallaganim uchun otam juda xursand bo'lganlar, faxrlanib yuradi hamisha. Shu fursatdan foydalanib ustozlarimizni, harbiy xizmatchi do'stlarimizni bayram bilan chin dildan tabriklayman. Sizlarga ham katta rahmat Oybekjon. Bayram yana bir bora muborak bo'lsin. Shu do'stlik, mana shu oqibat sizlarni hech qachon tark etmasin. Mas'uliyatli va sharafli ishlarda faqatgina ota-onalarimiz duosi, xalqimizning mehri, yurtimizni e'tibori va e'tirofi doimo hamroh bo'lsin deymiz. Bayram muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli vatanimiz posbonlari. Barchalarga bayram muborak bo'lsin. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Qalblarda muhabbat hech kimda hech qachon so'nmasin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Garchi qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni, boshqa o'rning bosolmas. Yozay desam ojiz qalam, ta'rifinga so'z topilmas. Men uchun hammadan yaxshi o'zingsan, boshqasi bo'lolmas. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin, bunday sevgi olamda yo'q. Yulduz to'la tun aytsin, bunday go'zal dunyoda yo'q.
bor ko'rib devonaman shu yarimning kulgusiga she'r desangiz g'azal yozay menga bo'lgan sevgisiga oh hayolim olar ifora jonim desa beraman jonim ayting bunday sevgi qayda bor yo'q topilmas qiyosi ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q shirin so'zlaringga menday telba oshiq boshqa yerda yo'q devonangman devona manday devona ishon boshqa yo'q ishon boshqa yo'q ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q shirin so'zlaringga menday telba oshiq boshqa yerda yo'q devonangman devona manday devona ishon boshqa yo'q ishon boshqa yo'q la 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 Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, men hozir bir guruh biru badavlat onaxonlar davrasidaman. Ular Farg'ona vodiysidan tashrif buyurishdi. Ular mana shu davramizda o'tirgan yigitlarimizni onajonlari, millatimizni onalari hamisha sog' bo'lsin. Avvalambor xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimdan nihoyatda xursandman. Onaginam Dorilomon kunlar keldi. Bular yigitlarimizni tabriklash uchun barcha vatan himoyachilariga o'zlarining go'zal niyatlarini izhor qilish maqsadi bilan kelishgan. Biz albatta eshitamiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtimizning posbonlari. Biz mana Davonlar oshib Farg'ona vodiysidan 10 nafar kursdosh do'stlarim bilan vatan himoyachilarini, posbonlarni, barcha yigitlarni mana shu bayram bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Butun onalar tinchlikni xohlaydi. Men butun farzandlarimni, o'g'il farzandlarimizni, vatan himoyachilarini, mana bu nafaqaga chiqqan harbiy do'stlarimizni, qolaversa mana shu yurtimizni tinchligi uchun kunu tun tinmasdan, sovuqni sovuq demasdan, issiqni issiq demasdan, postlarini tashlamasdan ishlayotgan barcha farzandlarimizni bayramlari bilan chin dildan muborakat etaman. Hammalariga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Katta rahmat aziz onajonlar. Qarsanglar bo'lsin o'rtoqlar. Boringlarga shukr. Bildirilgan barcha ezgu niyatlar ijobat bo'lsin. Sizday onaxonlarimiz, otajonlarimiz bor ekan, el yurtlarimiz mana shunda tinch, chunki ota-onalarimiz duoga qo'l ochishganda eng avvalo el yurtga tinchlik so'rab duo qilishadi. Ilohim mana shu tinchligimiz abadiy bo'lsin. Baxtimizga sizday ulug'larimiz hamisha salomat bo'lsin. Rahmat. Yana ko'p kelib turinglar. Bizni ko'rsatuvimiz eshiklari sizlar uchun ochiq. Farg'onaliklarga bizni alangalik salomlarimizni yetkazib qo'yasizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar hamisha. Yangi O'zbekiston armiyasi, mamlakatda yanchi xalqimiz faxri, metindek mustahkam yurt himoyasi, tinchlik bebahodir, yo'q uning narxi, metindek mustahkam yurt himoyasi, tinchlik bebahodir, yo'q uning narxi. Vatan xizmatinga shay farzandlarimiz, mard jasur ofitser, serjantlarimiz. Vatan xizmatinga shay farzandlarimiz, mard jasur ofitser, serjantlarimiz. Yov yaqin yo'l olmas sarhadlaringga, sarlochin burgutlar doimo xushyor.
Ular jonin berar mangu vatanga, chunki ozod vatan nomus ila or. Ular jonin berar mangu vatanga, chunki ozod vatan nomus ila or. Vatan xizmatinga shay farzandlarimiz, mard jasur ofitser serjantlarimiz. Vatan xizmatinga shay farzandlarimiz, mard jasur ofitser serjantlarimiz. Baxtu kamolingni, shavkat shoningni asramoq bizlarga abadiy sharaf. To so'nggi nafasim qolguncha vatan, seni derman faqat, senla borman bas. To so'nggi nafasim qolguncha vatan, seni derman faqat, senla borman bas. Vatan xizmatinga shay farzandlarimiz, mard jasur ofitser serjantlarimiz. 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 Mard jasur ofitser serjantlarimiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bayram ko'rsatuvimiz davom etadi. Bizning navbatdagi mehmonimiz siz sevgan ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Uchqun Tillayev bo'ladilar. Uchqun aka, avvalambor xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Anvarjon, rahmat, salomat bo'ling. Avvalambor sizga rahmat demoqchiman Anvarjon. Mana shu har bayramda mana shu tadbirlarni tashkillashtirib, ko'rsatuvlarni tashkillashtirib, yelib yugurib yurasiz. Bu ham bo'lsa mana shu vatanimizda o'tkazayotgan shu katta bayramlarimizni yurtimizda keng nishonlanishga o'zingizni katta hissangizni qo'shib kelasiz. Doimo biz uchun qarsak so'raysiz. Men hozir siz uchun qarsak so'ramoqchiman Anvarjon uchun. Guldiroz qarsaklar bo'lsin. Rahmat Uchqun aka. Rahmat. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Bu bayram shu yurtimizni tinchlik, osoyishtalik, qolaversa yurtimiz ravnaqi yo'lida xizmat qilayotgan har bir insonni bayrami deb bilaman. Fursatdan foydalanib men ham O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining tashkil topganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barcha aziz yurtdoshlarimizni, vatanimiz posbonlarini, harbiylarimizni ushbu bayram bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Vatanga bo'lgan muhabbat qalbingizda kundan kun ortaversin. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar deyman. Yashang Uchqun aka, katta rahmat. Sizni ham harbiy xizmatdagi faoliyatingizga omadlar, zafarlar. Mana ko'p yillardan beri ichki ishlar tizimida samarali mehnat qilib kelyapsiz. Mana shu mehnatlarning rohatini, mukofotini ko'rish doim sizga nasib etsin, bardavom bo'lsin. Ijodingizga ham muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat Anvarjon, mana bugun harbiy ansambllar kelib o'z ijodini namoyish etishyapti. Bugun Ichki ishlar vazirligi, Madaniyat saroyi, Ashlo va raqs ansambli ham yigitlari bugun kelishgan. Ruxsat bersangiz, chiroyli bayram tabrigimizni qo'shiqlar orqali havola etsak, ruxsatingiz bilan. Marhamat. Demak, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Madaniyat saroyi, Ashula va raqs ansambli ijodkorlariga navbat. Bayram yana bir bora barchamizga muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar. Do'stlar, vatan ravnaqiga tinchlik sabab, tinchimizning posbonlari mana saf-saf. Ko'ngil xotirjam bo'lar bu safga qarab, duodadir shukronada yoshu qari. Fidoilar O'zbekiston harbiylari, yangi zamon keldi, yangi O'zbekiston. Yangi vazifalar qo'yar zamon, duodadir shukronada yoshu qari. Fidoilar O'zbekiston harbiylari.
boshga tushsa nogahonda biror kulfat, eng avvalo ular kelar yodga albat. Najotkor ham xaloskor ham shu safdadir, yuragimda bu saflarning odimlari. Fidoyilar O'zbekiston harbiylari, yangi zamon keldi, yangi O'zbekiston, yangi vazifalar qo'yar zamon. Duodadir shukronada yoshu qari, fidoyilar O'zbekiston harbiylari. Afsus yovuz kimsalar bor hali hamon, yaxshi kunda yaxshi bo'lib qolmas yomon. Sahar uydan shodon chiqib ketgan yigit, oqshom uyga qaytarmikan sog'u omon. Qalbimizda marhum hamkasblar jasorati, fidoyilar O'zbekiston harbiylari. Yangi zamon keldi, yangi O'zbekiston, yangi vazifalar qo'yar zamon. Duodadir shukronada yoshu qari, fidoyilar O'zbekiston harbiylari. Yangi zamon keldi, yangi O'zbekiston, yangi vazifalar qo'yar zamon. Duodadir shukronada yoshu qari, fidoyilar O'zbekiston harbiylari. Fidoyilar O'zbekiston harbiylari. Hurmatli teletomoshabinlar, yana bir bora 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barcha yigitlarni, vatan o'g'lonlarini samimiy muborakbod etamiz. Baxtimizga doim bor bo'ling, yurt posbonlari deymiz. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti mana dotsenti Shuhrat akam Hotamov boshchiligida ularning shogirdlari, kursantlar ham ishtirok etishmoqda. Shuhrat aka, xush kelibsiz. Bayram sizga muborak bo'lsin. Yana shunday ulug' kunda siz bilan diydorlashib turganimdan nihoyatda xursandman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Albatta bugun yurtimizda katta bayram, qurolli kuchlarimizni 34 yilligini nishonlayapmiz. Albatta ushbu qisqa yil ichida albatta katta muvaffaqiyatlarga erishdik. Ayniqsa mana shu harbiy sohadagi muvaffaqiyatlarimiz, jahon arenalarida harbiylarimizni nufuzli musobaqalarda o'rin olganliklarini e'tirof etishimiz kerak. Birgina mana Jamoat xavfsizligi universiteti shu yillar mobaynida ko'pgina muvaffaqiyatlarga erishdik. Ayniqsa 2024-yil 29-avgustda oliy bosh qo'mondonimiz universitetimizga tashrif buyurganda bizga o'sha yutuqlarimiz bilan birga vazifalar qo'ygan edi. Albatta bugungi kunda ta'lim tizimi salohiyati yanada ko'tarilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Birgina o'sha sport yo'nalishi bormi, ta'lim yo'nalishi bormi, fan olimpiadalari bormi, barchasida kerakli yutuqlarni erishib kelyapmiz. Shu fursatdan foydalanib, barcha harbiy xizmatchilarni O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin dildan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Katta rahmat. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men hozirda Jamoat xavfsizligi universiteti 3-bosqich kursant sifatida tahsil olib kelyapman. O'zbekiston Respublikasi oliy bosh qo'mondoni tomonidan bizning tahsil olishimiz uchun juda ham ko'plab shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Amaliyot va nazariyatni birga bog'langan holatda dual ta'lim yo'nalishida juda ham ko'plab amaliy bilimlarga ega bo'lib kelmoqdamiz. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarining tashkil topgan 34 yiliga, shuningdek 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barcha safdoshlarimni, ofitserlar, serjantlar, kursantlar, barcha harbiy xizmatchilarni o'z nomimdan va butun qurolli kuchlar nomidan tabriklayman. Yashang do'stim, katta rahmat. Mana shunday yuragi vatan ishqi bilan urayotgan yigitlarimiz bor bo'lsin. Biz sizlar bilan faxrlanamiz yigitlar. Shuhrat aka, sizning ishlaringizda esa muvaffaqiyat, harbiy xizmatchilarni tarbiyalashdagi mana shunday mas'uliyatli, sharafli yumushlarda kuch-quvvat, xalqimizni mehri mudom sizga hamroh bo'lsin. Katta rahmat. Sog' bo'ling ilohim.
Hurmatli teletomoshabinlar, yana bir bora barcha yurt posbonlarini bugungi ulug' bayram bilan samimiy muborakbod etamiz. Aslida el yurt obodligi, tinchligi eng katta baxtdir. Mana shu baxtimizga ko'z tegmasin, yurtimiz tinch, xalqimiz hamisha farovon hayot kechirsin. Barcha yurt posbonlarini, vatanimiz himoyachilarini tabriklash uchun xalqimizni sevimli ijodkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no xonim Yarasheva go'zal niyatlar bilan, chiroyli she'riy ash'orlar bilan tashrif buyurdilar. Xush kelibsiz. Bayram sizga muborak bo'lsin. Rahmat Anvarjon, bayram hammamizga muborak bo'lsin. Haqiqatdan bu bayram har bir xonadon uchun bayram. O'g'lonlarimiz bor, turmush o'rtoqlarimiz bor. Oilani himoya qilguvchi, vatanni himoya qilguvchi bu go'zal O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Osoyishtalik, tinchlik hamisha barqaror bo'lsin. Qarang, yanvar oyi qish, lekin bayramona kayfiyat hammamizda. Qayta kelar bahor, qayta kelar qish, ba'zan oson kelar omad, ba'zan bitmay qolar ish. Yangi yilni yangi g'ayrat, yangi orzu-o'y bilan qarshi oldik. Yangi qo'shiq, yana yangi kuy bilan. Bizning yurtni goh yomg'iri, goh sovuq qori bor. Yigitlari shahdam, bardam, nomusi bor, ori bor. Qizlarning nozik demang, kurash tushsa yengadi. Diyorani qudratini yapon qiz ham biladi. Shaxmatda ot surgan yigit javohiri g'olibdir, mot qildi u raqibini, jahonlar tan olibdir. 2025 yaxshi keldi, zo'r keldi. O'zbegimning kimligini jumla-yi jahon bildi. 2026dan umid orzular bisyor, qayda bo'lsa o'zbegimga Alloh bo'lsin madadkor. Yangi yilda azizlarim, sizga aytay zo'r tilak, tillolarga topib bo'lmas, bizlarga tinchlik kerak. Yashang. Tinchligimiz posbonlarni yana bir bor bayramlari bilan muborakbod etaman. Hamisha sog' bo'ling Ra'no opa. Sizning ham ijodingizga omad, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Doim bor bo'ling deymiz. San'atimiz baxtiga, san'at sevar xalqimiz baxtiga doim sog' bo'ling. Omad tilaymiz. Katta rahmat. Rahmat. Ishq yo'lida to'zon kechdik, gumon kesib o'tdi yo'ldan, sevib turib oson kechdik, shum ayrilib tutdi qo'ldan. Bu hayotning vafolari, darmonlari senikidir, mayli ranju jafolari, armonlari menikidir. Sevma meni, asrasina Xudo seni. Men-ku yomon, sen-ku yaxshi, sevgi dilning chalkash naqshi. Sevma meni, asrasina ko'ngil baxshi. Bu hayotning vafolari, darmonlari senda bo'lsin, mayli ranju jafolari, armonlari menda bo'lsin. Qo'ymas taqdir bizni birga, yig'laganlarday to'lmas, bizlar yetdik ajib sirga, sevgan dillar ayro bo'lmas. Sevma meni, asrasina Xudo seni. Men-ku yomon, sen-ku yaxshi, sevgi dilning chalkash naqshi. Sevma meni, asrasina Xudo seni. Men-ku yomon, sen-ku yaxshi, xato kuylar ko'ngil baxshi.
asrasına Xudo seni men ku yomon sen ku yaxshi sevgi dilning chalkash naqshi sevma meni asrasına Xudo seni men ku yomon sen ku yaxshi xato kuylar ko'ngil baxshi Hurmatli teletomoshabinlar, bayram ko'rsatuvimiz davom etadi. Bugun yurtimizni qay go'shasida bo'lmang, bayram ustidan chiqasiz. Kayfiyat a'lo, xalqimizni ertangi kunga bo'lgan ishonchi, hayotsevarligi, ilohim mana shunday ulug' tuyg'ularga ko'z tegmasin. Mening navbatdagi suhbatdoshim mana Farg'ona vodiysining Qo'qon shahridan tashrif buyurgan mehnat faxriysi, biz qadrdonimiz Azamjon aka Rahim bo'ladilar. Azamjon aka, xush kelibsiz. Bugungi bayram sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat Anvarjon. Taklif qilganingiz uchun Qo'qondan alangalik salomlarni olib keldim. Men Qo'qon nuroniylar, faxriylar nomidan va zaxiradagi zobitlar nomidan mana shu vatan himoyachilar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bilasizmi? Mana yurtimiz kundan kunga ochilib ketyapti. Buni asosiy sababchisi muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich. Chet davlatlardan kelayotgan hunarmandlik festivallarini aytmaysizmi? Ular shunaqa minnatdorchilik bildirib ketyaptiki, mana shu O'zbekistonimizga tinch yashayotgan xalqimizga shukronalar aytyapti. Tashqi davlatlarda ko'rsangiz notinchlik. Bizda bularga himoya qilib turgan mana shu vatan himoyachilari, posbonlari, ham zobitlari bunga asosiy sababchi. Men o'ylaymanki, mana shu harbiylarimiz hamma sohada birinchilikni olib kelyapti. Agar ko'rsangiz, harbiy sohadagi sport o'yinlarida dunyoni man degan davlatlarni ortda qoldiryapti. Mana shu fursatdan foydalanib, men mana shu yurtimizdagi vatan himoyachilarini, posbonlarini, zobitlarini, hammalarini chin ko'ngildan tabriklayman. Sog' salomat bo'lsin, doimo mana shu ishlariga rivoj tilayman. Katta rahmat Azamjon aka, sizga ham bayram muborak bo'lsin. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik, mustahkam salomatlik sizga mudom hamroh bo'lsin. Ko'p mana shunaqa bayramlarda, yaxshi kunlarda yana yorug' yuz bilan diydor ko'rishish nasib ro'za. Sizlarga ham rahmat, ishlaringizga, kasbkorlaringizga fayz barakot bersin. Omad kelsin. Omon bo'ling. Rahmat sizlarga. Bayramingiz bo'lsin muborak harbiylar, borligingiz tinchlikdan darak harbiylar, barchasur o'g'lonlari harbiylar, O'zbekiston harbiylari harbiylar, harbiylar elga madadkor, xalqimizga bo'lsin iftixor, harbiylar yurtga poydevor, shiddatidan yuksalar diyor. Zamonamiz mardlari, onalar dilbandlari, buyuk vatan farzandlari, yangi
Hurmatli teletomoshabinlar, bayram dasturi davom etadi. Yana bir bora 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barcha harbiy xizmatchilarimizni, yigitlarni, o'g'lonlarimizni chin ko'ngildan samimiy tabriklaymiz. Bayram sog'ingan insonlarning diydori bilan yana ham go'zaldir. Hozirgina bizni safimizga kelib, taniqli aktrisamiz, taniqli teleboshlovchimiz, bizni qadrdonimiz Nigora xonim Karimboyeva kelib qo'shildilar. Nigora opa, xush kelibsiz. Bayram sizga ham muborak bo'lsin degim keladi. Sababi harbiy xizmatchilarning hayoti ham sizga begona emas. Buni chiroyli sabab borki, muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Bundan adashmasam 26 yil avval suratga olingan Sardor kinoserialida siz rol ijro etgansiz va aytish o'rinliki harbiy yo'nalishdagi eng go'zal mana shu kinofilmlardan, seriallardan biri ham aynan Sardor kinoserialidir. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar. Bugun ushbu go'zal qoshonaga bayram nishonlash uchun jam bo'lgan barchangizga assalomu alaykum, xush kelibsiz deymiz. Aslini olganda Anvar juda ham to'g'ri gapirdingiz, chunki hayotim davomida men o'zimni mana shu bayramda boshqacha his qilaman. Garchi harbiy bo'lmasamda, har yili shu bayramni nishonlaganimizda albatta meni ham tabriklashadi. Albatta menga Sardor serialidan parchalar yuborishadi, ijtimoiy tarmoqlarda meni belgilashadi va men bundan juda ham xursand bo'laman, chunki Sardor kinoseriali meni hayotimda birinchi katta ijodiy ish bo'lgan. Birinchi omadli ish bo'lgan. Men ustozlar bilan, o'zimning tengdoshlarim Bobur Yo'ldoshev bilan rol ijro etganman va albatta aynan mana shu serialdan keyin xalqimiz bizni yaqindan tanidi. Biz sekin astalik bilan yulduzchalarga aylanishni boshladik. Shuning uchun bu bayram meni ham bayramim deb hisoblayman. Sog' bo'ling. Mana hozir millionlab tomoshabinlarimiz, ular orasida shubhasiz harbiy xizmatchilar, oila davrasida yoki kimlardir ishxonasida hozir ham bayram bo'lishiga qaramasdan sarhadlarimiz daxlsizligini ta'min etayotgan, o'sha o'z postida o'sha bildirilgan ishonchini oqlab vazifasiga sadoqat bilan xizmat qilayotgan do'stlarimiz bor, ular ham ko'rishayotgandir. Mana davramizda faxriylar o'tirishibdi, harbiy xizmatchilar. Bayram tilaklari, tabriklari bo'lsa marhamat. Bilasizmi, men bu bayramni haqiqiy erkaklar bayrami deb hisoblayman, chunki yoshligimdan adajonim rahmatlini ham aynan shu bayram bilan qutlashni juda ham yaxshi ko'rardim. Haqiqiy erkaklarimiz, vatan himoyachilarimiz, bu yerga jam bo'lgan ustozlar, vatanimizning sarhadlarini himoya qilayotgan akalarimiz, ukalarimiz, barchangizga bayram muborak bo'lsin. Ilohim hayotingiz doimo tinch bo'lsin. Sog' bo'ling. Oila davrasiga qaytayotganingizda tabassum bilan, aynan xotirjamlik bilan qaytishingizni juda istaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Katta rahmat Nigora xonim, sizning ham ishlaringizda omadlar, zafarlar hamisha hamroh bo'lsin. Taklif uchun katta rahmat. Ana endi kino ijodkorlaridan polkovnik rolini kutib qolaman. Ilohim niyatingizga erishing, biz ham bu yangilikni kutib qolamiz. Armiya qudrati el bilan, shu ko'proq jasorat manbai, shavkati shuhrati el bilan, tarixi matonat manbai. Daryolar birlashsa ummondir, qoyalar birlashib tog' bo'lar. Armiya bilan xalq bir jondir, tinch yurtga baraka yog'ilar. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz do'stlari. Tarixan mardona xalqmiz, birlashing qaro ko'zlari. Bayrog'imiz tepilar baland, barralarni bosib o'tkaymiz. Yurtimizning tinchligi uchun doimo bir tanu bir jonmiz. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz do'stlari. Tarixan mardona xalqmiz, birlashing ey qaro ko'zlari. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz do'stlari. Tarixan mardona xalqmiz, birlashing
birlashing vatandoshlarim. Mana hurmatli teletomoshabinlar, bayram ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizda orom qayda, sizda tin qayda, siz to'yib uxlagan bitta tun qayda, el yurt oromini o'ylagan zotlar, el mehri asrasin sizni har joyda. Azizlar, yana bir bora 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan barcha yurtimiz posbonlarini, vatanimiz o'g'lonlarini chin dildan samimiy tabriklaymiz. Aziz harbiy xizmatchilar, yurtimiz tinchligi, xalqimiz osoyishtaligi yo'lida biz sizga kuch-quvvat tilaymiz. El mehri, xalqimiz duosi sizga hamisha hamroh bo'lsin. Biz sizlar bilan faxrlanamiz. Bayram ko'rsatuvimizni tasvirga olishda yaqinda yordam bergan poytaxtimizning Chilonzor tumanida joylashgan Zamin restorani rahbariyatiga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bayramlar yarashgan go'zal O'zbekistonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Yurtimiz tinch, xalqimiz hamisha farovon hayot kechirsin. Yana yaxshi kunlarda, ayyomlarda ko'rishguncha azizlar, omon bo'linglar.